Köçüren vatandaş. Bugünkü leksiyemizi başlayıyoruz. Leksiyerisi de hacı Washington'da sözleyimiz. 3 gün yapılıştı. Texniklik mesele vatandaş bugün çizlağı 2023 yıl 5. ayının 24. günü. Haftaki çarşamba vatandaş. Bugün sözleydiği leksiyeni Washington'da sözleyimiz. Mavzu leksiyelerimiz yok bugün. Hulasılap silerle bir körüşey. Evvel bir körüşey deyip çıktım vatandaşım. Ahırlaştı. Japonya'da 7 devlet çıkını ahırlaştı haber taptığınla. İki mesele biri. Cungo'nun iqtisadi zo'ravonlig'i qarıştırış. İkinci şart şu ki Rusya Ukrayna'dan uzil-kesil şartsiz çekinishi kerak. Ukrayna'nın prezidenti Zelenskiy Yaponiyaga yetib keldi. Shuningdan keyingi vaziyatning o'ziga qaraydigan bo'lsak, iqtisodiy zarba deganda Yaponiya boshlamchi bo'lib, hozir 7-oyning 2 ya 4 kunlari atrofida 23 xil uzak yoki 23 xil yerim o'tkazgich texnika, yuqori texnikani Jungoga eksport qilishini to'xtatdi. 7-oyning 2 kundan boshlab to'xtatadigan bo'ldi. Bu qaror hozir avvalgi Gollandiyani bosib tushadigan qaror, Gollandiyaning qararini bosib tushadigan qaror, undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining qararini bosib tushadigan qaror. Hozir bu zarba ikki yo'llab, biri armiya qurilishiga, harbiy qurol-yarog' qurilishiga beriladigan zarba, ikkinchisi Jungo'ning iqtisodiga beriladigan zarba. Masalan, buning ichida yedim o'tkazgich yoki uzak Ali yoki yuqori darajada texnika deganingizda vatandosh hozir qarasangiz Sharp deysiz, Canon deysiz, Sony deysiz, andin yana boshqa shundaq texnika, elektronlik texnika, yuqori texnika Jungoga ham zavod qurdi, ham Jungoga eksport qilindi. Hozirmi to'xtamay eksport qilayotgan Yaponiya endi taqdirli buni to'xtatadigan bo'lsa, buni Jungoga qanday iqtisodiyat, qanday ta'sir beradiganligini o'zingiz bilasiz vatandoshim. Endi buni qo'yib turaylik. Hammadan hozir jiddiy bo'layotgan bir xabar. Tunigillatun Rossiyaning vaziri Mishusma nima ismi tutanmay qoldim, sal murakkabroq ekan. Şu adam Jungoga ziyoratga keldi. Bu keldi ziyoratdan ketadigan bir hafta bo'lgan edi. Tunigillatun keldi Jungoga yoki bugillatun keldi, hozir xabarda mana hozir beryapti. Shunaqa savol qo'yibdi-ki, hozir prezident Vladimir Putin Jungo kompartiyasini ag'diramdi. Birinchi xat shu ekan. Uni qo'yib turaylik. Vazir kelish bilan tangli Moskva ta'sisi. Moskva agentliği, Rusya Federatsiyasining agentligi ta'sisi bir xabar tarqatib 3 odamni, ya 3 odam deganda odatdagi odamlar emas. Biri yani shu fan texnika sohasidagi olim, uning ichida ikkisi Rossiyaning ovozdan tez uchadigan raketa mutaxassislari. Bu 3 nafar kishi Jungoga yuqori texnika yo'llab berdi yoki Jungoga texnika yo'llab beradigan rossiyalik jasuslar. Buni ko'rib turing. Vaqt qachon? Reis Xi Jinping Xalq sarayida Rossiyaning vaziri Mishus bilan qo'l elishib ko'rishayotgan vaqtda ta'sisi bu xabarni tarqatgan gap. Hayron qoldim vatandosh. Bu demek ishni jasuslik faoliyatidan boshlaganda bundan keyin kengayish doirasi qayergacha kengaydi? Ikki davlat Rossiya Jungo o'tirishga munosabatning doirasi qayergacha kengaydi? O'tganda kamera buzilib 3 kun sizlar bilan ko'rishamidik. Shu Allah tayyorlagan bir leksiyamiz bor edi. Masalan, Xi'anda O'rta Osiyo davlat boshliqlari yuqori darajalik, Jungo davlat boshliqlari yuqori darajalik suhbat yoki o'tirdi kelishimlarga, qata kelishimlarga imzo qo'yganda shu vaqtda Rossiyaning agentligi shunday javob qaytargan edi. Jungoliklar
yoki O'rta Osiyoliklar shuni biladiki, Rossiyani chetga qish yoki Rossiyani unutib qilish yaxshilikdan darak bermaydigan bir jumla so'zlagan edi. Rossiya matbuoti onu qo'yib turayli, ardın 4-5 kun o'tmayli endi Rossiyaning vaziri Mishusning Beijingga kelishi, Reis Xi Jinpingni qo'l ilishib ko'rishib turgan vaqtda Rossiyadagi 3 nafar eng yuqori texnikaning ovozdan tiz ushadigan raketa va yana bosh texnikaning yuqori saviylik texnikani Jungoga o'tnib bergan 3 odamni yoki uning armiya unvoni qanday o'to'g'rida bir narsa demabdi. Buni qo'lga oldik deb jakarlashning o'zi bu bir jiddiylik vatandosh. Anda araliqda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden biz Jungo bilan bo'lgan munosabatimizni yaxshilaymiz degandek bir eg'iz gapni Yaponiyadagi yig'in ustida eg'izdan chiqadi. Hozir qarasam bir xabar turdi, deb o'qib ulgurmadim. Bu yil 3-oyda sobiq Amerikada turishliq bosh elchi Suytyankay vakillar umigini boshlab 3-oyda qaysi kun degan demabdi. 3-oyda Washingtonni ziyorat qilgan gap. O vaqt ularning ziyorati nima ekan, maqsadi nima ekanini biz Ukraina tinchlik suhbatiga qatnashaylik. Ukraina tinchlik suhbatidan o'rin olaylik deb Washingtonga kelibdimiz. Bu qaltis gap vatandosh. O'zi iqtisodiy ahvoli nima, xalqarodagi o'rni nima, ular hisoblashmay, xalqarodagi cho'ng ishlarga aralashib, shu yerda sovrin tepish yoki Jungoning obrazini tiklash, moshining o'sha o'rnib boqqan gap vatandoshim. Hozir bu gapning ichida hozir vaziyatning ichida Jungoga munosabatlik, yana boshqa taraflarga munosabatlik hozir o Yaponiyaga 7 davlat yig'inining ro'yini deb bo'ldik. Bularni qo'yib tursak, endi kelib eng egri hozir xalq sarayida Rossiyaning vaziri Moskva ta'sisi yuqoridagi bayonotni e'lon qildi. Bu nima ish? Shuni qo'ymiz. 3 kun sizlar bilan ko'rishamdim. Kamera masalasi, texnika masalasi qo'limdan kelmadi bir taraf qilish. Hozir bir vatandoshimiz kelib yasab berdi. Vatandosh chiqamdi, chiqmamdi. Shep saladigan alaqib uzak, ishlamdi, ishlamamdi. Buni ko'rib eqib, atrin boshlab vatandoshlar bilan vaziyat to'g'risida davomli paranglashamiz. Salomat bo'linglar vatandoshlar.